Bismillahirrohmanirrohim. Shifohiya kitobidan kelgan joyimizdan davom ettiramiz. 16-darsga kelib to'xtagan edik. Bu darsda bir dona qoida bor. Bunaqangi qiyin narsa emas. Tushunib olish uchun 1-2 minut yetadi xolos. Faqat jumlani o'qib tarjima qilamiz, xudo xolasa. Xo'p, bu yoqda lug'atlarga e'tibor beradigan bo'lsak, baladun yurt, shahar ma'nosida ham keladi. Biladun ko'pligi, qoryatun qishloq, quro uning ko'pligi. Faqat mana bu tagidagi e'tibor beramiz. Mana bu bo'lmaydi, xato ketgan. Quroda alif u yo emas. Maktabun o'zi asli bu yozadigan joyni aytadi. U xoh stol bo'lsin, xoh ofis bo'lsin. Bizning o'zbek tilidagi maktab ham asosan yozib, o'qib o'rganiladigan joy bo'lgani uchun maktab deyilaveradi. Maktabda endi bu kitobda ofis deb bergan. Ba'zi joylarda stol deb ko'rsangiz, bu tushunishingiz uchun aytib qo'yapmanki, bu yozadigan joy degan. Har qanaqangi yozadigan joyni maktab desa bo'ladi. Makatib buni ko'pligi. Madrasatun bu o'sha dars qiladigan joy. Madaris endi buni faqat farqi bor, asosan madrasa kalimasi bizning o'zbek tilidagi maktabga ishlatiladi. Masalan, universitetda ham dars qiladi-yu deb turib, uni ham madrasa deb ishlatmaymiz. Asosan bu o'sha boshlang'ich ta'lim beriladigan joylarga ishlatiladi. Baytun buyutun uy, uylar. Hujratun hujuratun xona, xonalar. Babun abwabun eshik, eshiklar. Kuwatun kiwaun deraza, o'sha kichkina anaqa fortishkani aytib beradi. Kiwaun uni ko'pligi. Wasi'un keng, dayiqun tor, qaribun yaqin, ba'idun uzoq, maftuhun ochiq, mughlaqun bu yopiq degani. Endi mana bu matnga e'tibor beradigan bo'lsak, hazal baladu e'tibor bering, bu yerda tushuntirmoqchi bo'layotgan narsasi bizda g'oyroaqil degan narsa bor. Ya'ni aqlsiz jonzotlar, endi bu yerda farishtalar, insonlardan tashqari aqlsiz narsalar, o hayvonlar bo'lsin, yo bo'lmasam mana o jonsiz predmet deydi-ku ruschasiga aytganda, narsalar bo'lsin, farqi yo'q. O'sha aqlsiz narsalar deganda insonlar, farishtalardan tashqari narsalarni jonsiz, ya'ni g'oyroaqil deb ishlatamiz. Jonsiz deyish xato bu yerda. Aqlsiz desak to'g'riroq bo'ladi. Hayvonlar ham kirib ketadi. Bularni birligini o'ziga qarab munosabatda bo'lamiz. E'tibor beradigan bo'lsangiz, mana al-baladuda muannaslik belgisi yo'q. O'shaning uchun biz unga hadani ishlatyapmiz. Hada. Endi al-qaryatuda e'tibor beradigan bo'lsangiz, al-qaryatuda oxirida ta marbuta bor. Shuning uchun hadihini ishlatyapmiz. Ya'ni birlik bo'lgan paytida u aqllimi, aqlsizmi, qizig'i yo'q. Lafzni o'ziga qarab muzakkar bo'lsa muzakkar, muannas bo'lsa muannas sifatida muomala qilamiz. Endi mana bu joyda yana bitta misol bor. Maktab kalimasi bu o'sha bilamiz, ta marbutasiz, ya'ni muannaslik belgisiz kelyapti. Shuning uchun ishora zaka, ya'ni muzakkar shaklda. Lekin madrasa kalimasida oxirida ta marbuta bor. Shuning uchun tilka, ya'ni muannas shaklda ishlatiladigan ism ishora qo'llanyapti. Bu hadal baytuda ham xuddi shu ahvol. Al baytuda ta marbuta, ya'ni muannaslik belgisi yo'q. Shuning uchun muzakkar hadani ishlatyapmiz. Al hujratu kalimasida oxirida ta marbuta bo'lganligi uchun biz uni hadihi ism ishorasi bilan ishlatyapmiz. Tushunarliga? Demak, zakal babu bunda ham alif, demak, ismning oxirida ta marbuta yo'q. Shuning uchun zaka muzakkar varianti. Tilkal quwwatu, al quwwatu oxirida ta marbuta bor. Shuning uchun muannas shakldagi ism ishorani ishlatyapmiz. Endi bu yoqda tushuntirmoqchi bo'layotgan narsamiz, birligi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, jonsiz narsalarning ko'pligi bu muannas birlikning hukmida hisoblanadi. Ya'ni o'zidan oldin ishora olib kelsangiz yoki undan xabar bersangiz yoki sifat olib keladigan bo'lsangiz, siz uni muannas birlik hukmida muomala qilasiz. Mana bu al-biladu ko'plik-ku. Siz buni lafzda to marbuta bormi, yo'qmi qarab o'tirmaysiz. To'g'ridan to'g'ri mana bu muannas ishlatasiz. Tilkal quro, mana quro bunda ham to marbuta yoki boshqa hech narsa yo'q, lekin tilkani ishlatyapmiz. Nega? Chunki qoida shu. Aqlsiz narsalarning ko'pligi muannas birlikning hukmida degan. Al-makatib hadihi bilan ishlatilyapti. Al-madaris tilka bilan ishlatilyapti. Al-buyutu hadihi bilan. Al-hujuratu tilka bilan ishlatilyapti. Al-abwabu esa hadihi bilan, al-kiwa'u tilka bilan ishlatilyapti. Endi ism ishorani farqini bilasiz. Yaqinga uzoq ishlatilishiga qarab hada hadihi haula'i zaka tilka ulaika ishlatiladi. Endi qoidani xulosa qiladigan bo'lsak, lafz birlik shaklda turgan vaqtida o'ziga qaraysiz. Muzakkar ham bo'lishi mumkin, muannas ham bo'lishi mumkin. Ammo ko'plik bo'lgan paytida bu aqllilarga tegishlimi yoki aqlsizlargami? Aqlsiz deganda e'tibor bering, biz insonlar, farishtalardan tashqari, jinlardan tashqari, jinlarni ham qo'shmabman.
aqlsiz deb hisoblaymiz. Tushuntir oldimmi? Jonsiz demayapman, e'tibor bering. Aqlsiz deyapman. Hayvonlar ham g'ayroaqlning ostiga kirib ketadi. Buni hisobga olib qo'ying, sizdan chiqmasin. Shularni birligini o'ziga qarab, muzakkar bo'lsa muzakkar, muannas bo'lsa muannas qilamiz muomalada, ya'ni o'zidan oldin ism ishora, o'zidan keyin sifat yoki xabar keltirmoqchi bo'lsak. Tushuntir oldimmi? Endi bizda g'ayroaql narsalarning ko'pligi bo'lsa, muannas birlikning hukmida. O'zidan oldin ham, o'zidan keyin ham siz muannas birlik deb e'tiborga olib muomala qilasiz. Tushunarligi, pastda yana jumlalarda bu ko'rinadi. Al-jumalul arabiyyatu. Arabcha jumlalar. Hadihil baladu kabirun. Bu yurt kattadir. Hadihil biladu kabiratun. Bu yurtlar kattadir. E'tibor bering, mana bu al-biladu ko'plikda. O'zidan oldin kelayotgan ism ishora ham, o'zidan keyin kelayotgan xabar ham birlikda kelyapti. E'tibor bering, birlikda kelyapti. Nega desa, chunki mana bu birlik bo'lmasa-da muannas birlikda hukmida. Tushuntir oldimmi? Shunaqa deb e'tiborga olamiz. Zakal baladu saghirun, ana bu yurt kichkinadir. Tilkal biladu saghiratun, ana bu yurtlar kichkinadir. Hadihil qaryatu saghiratun, bu qishloq kichkinadir. Hadihil qura saghiratun, bu qishloqlar kichkinadir. E'tibor bering, mana bu yerda ham hadihi, bu yerda ham hadihi kelyapti. Lekin biz bu yerda kalimaning lafzi tamarbuta bo'lganini rioyasini qilyapmiz. Bu yoqda esa buni ko'plik, ya'ni aqlsiz narsalarning ko'pligi ekanini rioyasini qilyapmiz. Shuni hisobga olish kerak. Tilkal qaryatu kabiratun, ana bu qishloq kattadir. Tilkal qura kabiratun, ana bu qishloqlar kattadir. Hadal maktabu dayiqun, bu stol yoki yozadigan ofis dayiqun tordir. Hadihil makatibu dayiqatun, bu ofislar tordir. Tilkal madrasatu wasi'atun, anavi madrasa kengdir. Tilkal madarisu wasi'atun, anavi madrasalar kengdir. Hadal baytu qaribun, bu uy yaqindir. Hadihil buyutu qaribatun, bu uylar yaqindir. Tilkal hujuratu ba'idatun, anavi xona uzoqdir. Tilkal hujuratu ba'idatun, anavi xonalar uzoqdir. Hadal babu maftuhun, bu eshik ochiqdir. Hadihil abwabu maftuhatun, bu eshiklar ochiqdir. Tilkal quvvatu mughlaqatun, anavi demak, xo'sh, o'zbekchada nima edi? Fortichka desak bo'laveradi endi. Anavi kichkina derazada endi darcha ham deb adashmasam. Anavi darcha yopiqdir. Tilkal qiwa'u mughlaqatun, anavi darchalar yopiqdir. Baladuhum ba'idun, ularning yurti uzoqdir. Biladuhum ba'idatun, ularning yurtlari uzoqdir. Qaranglar, tepada demak mana bu joydan boshlab to mana bu joygacha 3-chi, 4-chi, 5-chi darsning tarkibi keldi. Endi baladuhumdan boshlab idofa kelyapti. Biz mana bu balad kalimasi bilan ba'id kalimasini moslaymiz. Hum bizni e'tiborimizda emas, u mudofun ilayh. Tushunarlimi? Ularning yurti uzoqdir. Biladuhum ba'idatun. Mana bu bilad lafzi bilan mana bu ba'idani moslashimiz kerak. Bilad ko'plik-ku. Ba'idatun ham ko'plik bo'ladimi deb chalg'imasligimiz kerak. Nega? Chunki bilad aqlsiz narsalarning ko'pligi. Shuning uchun biz uni aqlimizda shunaqa deymizki, bu g'ayroaql narsa. Uni biz muannas birlik deb e'tiborga olib, xabarini shunga moslaymiz. Qariyatukum qaribatun, sizlarning qishlog'ingiz yaqindir. Qurakum qaribatun, sizlarning qishloqlaringiz yaqindir. Maktabu qariyatikum saghiratun, sizlarning qishloqlaringizning maktabi sag'ir, ya'ni kichkinadir. Makatibu qur'ona saghiratun, sizlarning qishloq bizning ekan. Bizning qishlog'imizning maktablari saghiratun, ya'ni kichkinadir. Madrasatu baladina kabiratun, bizning yurtimizning maktabi kattadir. Madarisu biladina kabiratun, bizning yurtlarimizning maktablari kattadir. Baytuhu wasi'un, uning uyi kengdir. Buyutuhu wasi'atun, uning uylari kengdir. E'tibor bering, birinchisida baytun bitta uy haqida gap ketyapti, ikkinchisida esa buyut uylar haqida gap ketyapti. Lekin ikkalasi ham bir kishiga tegishli. Bitta erkak haqida gap ketyapti. Uning uyi, uning uylari. Hujuratu baytika dayiqatun, seni uyingning xonasi tordir. Hujuratu buyutikum dayiqatun, sizlarning uylaringizning xonalari tordir. Xo'sh, babu bayti mughlaqun, uyimning eshigi yopiqdir. Abwabu buyutina mughlaqatun, uylarimizning eshiklari yopiqdir. Kiwa'u hujurati hadal bayti maftuhatun, bu uyning xonalarining kichkina derazalari, darchalari ochiqdir. Kiwa'u hujurati hadhihi al-buyuti maftuhatun, demak bu uylarning xonalarining o'sha derazalari, kichkina derazalari kengdir. Birinchisi bilan ikkinchisini farqiga e'tibor bering. Bitta uy edi, keyingisida esa uylar edi. Tushunarlimi? Hadhihi al-buyutu edi, farqiga borish kerak. Baladu aliyin qaribun, alining yurti yaqindir. Qariyatu valiyin ba'idatun, valining qishlog'i uzoqdir.
Maktabu Zaydin wasi'un. Zaydning maktabi kengdir. Madrasatu Bakrin dayiqatun. Bakrning madrasasi tordir. Baytu Mahmudin kabirun. Mahmudning uyi kattadir. Hujratu Xolidin sag'iratun. Xolidning hujrasi, ya'ni xonasi kichkinadir. Maktabu hadhihi qaryati sag'iratun. Bu qishloqning maktabi kichkinadir. Yana qayta aytaman, mana bu hadhihi qaryat kalimasi sizni chalg'itmasin. Chunki biz e'tibor bering. O'sha qishloq haqida gaplashmayapmiz. Qishloqning maktabi haqida gaplashyapmiz. Bu muzakkar, sag'irun, o'shaning uchun muzakkar kelyapti. Madrasatu zakal baladi kabiratun. Bu yerda ham o'sha gapni aytaman. Zakal balad sizni chalg'itmasin. Bu muzakkar, to'g'ri. Lekin biz maktab haqida gaplashyapmiz. Maktabdan xabar beryapmiz. Demak, bu nima ekan? Katta ekan, kabiratun deb bu yoqda beryapmiz. Tushunarlimi? Buyutu hadihil qura dayiqatun. Bu qishloqning uylari tordir. Hujuratu hadihil buyuti wasi'atun. Bu uylarning xonalari kengdir. Abwabu hadihil makatibi sag'iratun. Bu maktablarning eshiklari sag'iratun, kichkinadir. Kiwa'u hadihil madarisi kabiratun. Bu maktablarning derazachalari kattadir. Hadal baytu madrasatuna. Bu uy bizning maktabimizdir. Bu yerda baytun o'zi aslida har qanday tunaydigan joyga ham ishlatilaveradi. U uy bo'lishi shart emas demoqchiman. Tilkal hujuratu maktabuna. Ana bu xona bizning maktabimiz. Ya'ni yozib o'tirib dars qiladigan joyimiz yoki ofis deb tushunsangiz ham bo'ladi. Al makatibul wasi'atu kabiratun. E'tibor bering, mana yana tarkib nima bo'lyapti? O'zgarmoqda. Ya'ni o'rtada biz izofa mavzusini ko'rdikda, endi mana bu joydan boshlab mavsu sifat. E'tibor bering, mana bu al makatibu g'ayroqil ko'plik. Shuning uchun al wasi'atu muzakkar birlikda sifat kelyapti. Kabiratun xabara muzakkar birlikda kelyapti. Al madarisu dayiqatu sag'iratun. Madaris maktablar aqlsiz narsani ko'pligi. Al dayiqatu muannas birlikda sifat, sag'iratun muannas birlikda xabar beryapmiz. Al buyutul kabiratu wasi'atun. Katta uylar kengdir. Al hujratu sag'iratu dayiqatun. Kichkina xonalar tordir. Al abwabul kabiratu tawilatun. Katta eshiklar uzundir. Al kiwa'u sag'iratu qasiratun. Kichkina oynalar, kichkina derazachalar qisqadir. Hadal baladu laysa bi sag'irin. Endi e'tibor beramiz, bu yerdan yana tarkib inkoriy shaklga o'tyapti. Bu yurt laysa bi sag'irin, kichkina emas. Ya'ni e'tibor bering, gapni o'rtasida kelganda laysa, gapni o'rtasida kelganda o'zidan oldingisiga jinsda va sonda birlashadi deganman. Eslaymiz. Tilkal qaryatu laysat bi kabiratin. Mana bu yerda laysat muannas shaklda kelyapti, chunki o'zidan oldingi al qaryaga ham jinsda ham sonda moslashish kerak. Hadihil makatibu laysat bi wasi'atin. Bu maktablar keng emas. Tilkal madarisu laysat bi dayiqatin. Ana bu madrasalar tor emas. Biladukum laysat bi ba'idatin. Sizlarning yurtlaringiz uzoq emas. Qurakum laysat bi qaribatin. Sizlarning qishloqlaringiz yaqin emas. Makatibuna laysat bi saghiratin. Bizning maktablarimiz kichkina emas. Madarisuna laysat bi kabiratin. Bizning maktablarimiz katta emas. Buyutu hadal baladi laysat bi saghiratin. Bu shaharning uylari kichkina emas. Hujuratu hadal baladi laysat bi kabiratin. Bu uyning xonalari katta emas. Yana e'tibor berishingiz kerak bo'lgan jihatini aytaman. Mana bu laysat muannas birlikda kelyapti. Nega? Chunki biz uy haqida gaplashmayapmiz, chunki bu muzakkar. Demak, biz hujralar, xonalar haqida gaplashyapmiz ekan. Xonalar ko'p-ku. Jinsda va sonda moslashadi deysiz. Bu ko'plik-ku desa, bizning qoidamiz o'rtaga chiqadi. Bu ko'plik bo'lgani bilan muannas birlikda hukmida. Shuning uchun laysatni ishlatyapman. Bi kabiratin ham muannas birlikda ishlayapti. Abwabu hadal bayti laysat bi maftuhatin. Bu uyning eshiklari ochiq emas. Kiwa'u hadhihi al-hujrati laysat bi mughlaqatin. Bu xonaning kichkina derazalari yopiq emas. Baladukum imma qaribun aw ba'idun. Sizlarning yurtingiz yo yaqindir yo uzoqdir. Mana shu joyda o'zi aslida o'tgan darsda ham ozgina ochuvdim. Mana bu baladukum mubtado bo'lyapti. Mana bu birinchi ishlatgan imma bor-ku, men eng kamida ikkita ma'lumot berishimni bildiradi. Harfu tafsil deydi. Ikkita, uchta tafsilot berishimni bildiradi. Tushunarlimi? Endi mana bu kelayotgan birinchisi qaribun xabar. Endi mana bu av esa harfi atf ba'idunni qaribunga otib beradi. Ya'ni bu ham ma'noda nima ekan? Xabar ekanini bildiradi. Endi qaribunni ma'tufun alayh, ba'idun esa ma'tuf deymiz. Bundan oldingi darsda o'tgan edik. Xuddi shu tarkib qaryatuna imma kabiratun aw sag'iratun shu jumlada ham. Ya'ni bizning qishlog'imiz yo kattadir yoki kichkinadir. Ya'ni bu yerdagi e'tibor qilishingiz kerak bo'lgan narsa ham mana bu biz
qishloq haqida gapiryapmiz. Qoriyatuna mubtado. Faqatgina o'sha qishloq haqida kamida ikkita gap gapirishini bildiradigan harfu tafsil deydi buni. Imma endi undan keyin kelayotgan mana bu kabiratun esa xabari bo'ladi. Endi av harf atf, sag'iratun ma'tuf, kabiratun esa ma'tufun alayh bo'ladi. Tushunadingmi? Babu bayti laysat bi maftuhin aslan bal mughlaqun albattata. Uyimning eshigi aslo ochiq emas. Balki u shubhasiz yopiqdir. Aktharu buyuti baladina kabiratun jiddan. Bizning yurtlarimizning uylarining aksari juda ham kattadir. Va amma ba'du buyutihi fa sag'iratun albattata. Ammo uni demak uylarining ba'zilari albatta kichkinadir deyapti. Shu bilan demak 16-darsga tegishli masala tugadi. Ya'ni xulosa eslab qoling. Aqlsiz narsalarning ko'pligi muannas birligining hukmida. Tamom. Masala shu. 17 ni ham olib qo'yamiz. 17 da ham shu qoida takrorlanadi, faqat oxirida so'roq gap tuzish masalasi o'rtaga chiqadi. Biz o'zi aslida shu vaqtgacha gap tuzilishida o'zbek tiliga e'tibordan qiladigan bo'lsak, darak gap va inkor gapni o'rgandik. Endi navbat so'roq gapga kelyapti. So'roq gapni yasash juda ham oson. Xuddi o'zbek tilida ham oxiriga m qo'shib qo'yganimizda, arab tilida boshiga bitta narsa qo'shib qo'yamiz, tamom. U qiyin narsa emas, kelganda tushuntirib qo'yaman. Ad-darsu sabiu ashar, demak 17-dars. Masjidun masajid. Demak bu masjid masjidlar. Manaratun manaviru, minora. Mahallatun mahallatun mahalla. O'zi mahall deb turib o'sha joylashadigan o'rinni aytadi. O'rin degan. Demak zuqoqun aziqotun, ko'cha, ko'chalar, suqun asvaqun, bozor, bozorlar, dukkanun dakakin, do'kon. Arab tilidan kirgan bizga ham. Arsatun ayrasun, arsa deb turib mana bu keng yerda aytadi. Mana bizda misol uchun bilsanglar misol uchun nima deydi? Dacha deb qo'yadi yo bo'lmasam hovli uyni aytib qo'yadi yoki biz Andijon Shevada chekka o'tib kelamiz deb qo'yadi. Bu o'sha keng asosan dehqonchilik yoki boshqa ishlar qilinadigan joyda aytadi. Keng yerda aytadi. Arsatun ayrasun, suffatun sufafun, bu o'sha suffa deb turib so'riga o'xshash nimani aytadi? Joyni aytadi. Suffatun deb turib. Biz buni ayvon yoki pana joyini aytsak ham menimcha to'g'ri bo'laversa kerak, vallohu alam. Hadiqatun hadaiq, bog' bog'lar degani. Mudawwarun demak tumalaq, yumalaq, musallasun uchburchak, murabbaun to'rtburchak, mustatilun uzun. Hal mana shu o'zbek tilidagi m ga o'xshash so'roq yuklamasini beruvchi, so'roq ma'nosini shakllantirib beruvchi harf hisoblanadi. Naam bu ha degani, la esa la, avla esa unaqa emasmi yoki unday emasmi ma'nosida ishlatiladi. Masalan, kelasanmi yo'qmi deymiz-ku, masalan. O'sha yerda avla deymiz yoki yo'qmi degan ma'noni asosan so'roq bilan ishlatiladigan shakli hisoblanadi. Bu yerda unaqa qiyin narsa yo'q. Shunchaki tarjimani o'qib ketaveraman, oxirida tushuntirib qo'yaman. Al-jumal arabiyatu, arabcha jumlalar. Masjidu mahallatina kabirun, mahallamizning masjidi kattadir. Masajidu mahallati baladina kabiratun. Qaranglar, bu yerda izofa ulanib ketyapti. Qarang, bu yerda masajid mudof, mahallat mudofun ilayh bo'lib yana mudof, baladi mudofun ilayh bo'lib turib yana mudof, na esa o'zi alohida mudofun ilayh. Lug'aviy tarjima qilsam bizning yurtimizning mahallalarining masjidlari bo'ladi. Tushunyapsizmi? Biz baribir nima haqida gaplashyapmiz? Mana bu masjidlar haqida gaplashyapmiz. U aqlsiz narsalarning ko'pligi, shuning uchun kabiratun muannas birlikda xabar beryapti. Manaratu hadal masjidi tawilatun, bu masjidning minorasi uzundir. Manaviru masajidil qura qasiratun, qishloqlarning masjidlarining minoralari qisqadir. Endi qishloqlardagi masjidlarning minoralari deb tarjima qilsak ham noto'g'ri bo'lmaydi. O'zi izofani mavzusini keyinchalik o'tasizlar. Fi ma'nosida, min, lam ma'nosida bo'ladi deb tushuntiriladi. Bu yerda o'sha qishloqlardagi masjidlarning minoralari desak ham xato bo'lmaydi. Ning deyish shart emas izofada. Manaviru masajidi aktharil biladi kabiratun, shaharlardagi aksar masjidlar, aksar shaharlardagi masjidlarning minoralari kattadir. Manaviru masjidi qariyatikum saghiratun, sizlarning qishlog'ingizdagi masjidning minoralari, bitta masjid e'tibor bering, minoralari kichkinadir. Mahallatu hadal masjidi saghiratun, bu masjidning mahallasi kichkinadir. Mahallatu zakal masjidi kabiratun, ana bu masjidning mahallasi kattadir. Mahallatu baladina kabiratun, bizning yurtimizning mahallalari kattadir. Mahallatu qariyatikum saghiratun, sizlarning qishlog'ingizning mahallalari kichkinadir. Manaratu masjidina mudawwaratun, masjidimizning minorasi yumalaqdir. Manaviru ba'dil masajidi murabba'atun, ba'zi masjidlarning minoralari to'rtburchakdir.
Buyutu mahallatina kathiratun. Mahallamizning uylari kattadir. Buyutu mahallatikum qalilatun. Sizlarning mahallangizning uylari ozdir. Makatibu mahallati hadhihi alqaryati dayiqatul. Bu qishloqning mahallalarining maktablari tordir. Makatibu mahallati aktharil biladi wasi'atun va kabiratun. E'tibor bering. Xo'p, aksar shaharlardagi mahallalarning maktablari katta, keng va kattadir. Mana bu makatibu haqida gaplashyapmiz. Shu haqida ikkita xabar berilyapti. Vasiyatun birinchi xabar, kabiratun atf qilish yo'li orqali ikkinchi xabar bo'ladi. Tushunarlimi? Va bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, makatibu mudof, mahallati mudofun ilayhi bo'lib, bu ham mudof, akthari mudofun ilayhi bo'lib, bu ham mudof, al-biladi mudofun ilayhi. Tushunarli-a? Biz tarjima qilayotganda yurtlarning, aksarining, mahallalarning maktablari deyishga hojat yo'q. Mana buni bitta qilib aksar yurtlardagi mahallalarning maktablari keng va kattadir desak, ma'no noto'g'ri bo'lmaydi. Tushundira oldimmi? Buni ham hisobga olish kerak. Zuqoquna tawilun, bizning ko'chamiz uzundir. Aziqqatu mahallatikum qasiratun, sizlarning mahallangiz ko'chalari aziffatu bo'lib qolibdi. Aziqqatu shu. Esdan chiqmasin, bu yerda xato ketib qolibdi. Aziffatu emas, aziqqatu, mana shu joyda bitta nuqta bor. Aziffatu yana aziffa bo'lib qolibdi. Aziqqatu bo'ladi, esdan chiqmasin. Aziqqatu mahallati aktharil biladi tawilatun. Aksar shaharlardagi mahallalarning ko'chalari uzundir. Va wasi'atun va kengdir. Qolib ketibdi. Aziqqatu hadal baladi tawilatun. Bu shaharning ko'chalari uzundir. Suqu baladina kabirun. Yurtimizdagi bozor kattadir. Suqu qaryatikum saghirun. Sizlarning qishlog'ingizdagi bozor kichkinadir. Aswaqul biladi kabiratun. Shaharlarning bozorlari kattadir. Aswaqul qura saghiratun. Qishloqlarning bozorlari yoki qishloqlardagi bozorlar kichkinadir. Dukkani murabbaun. Mening do'konim to'rtburchakdir. Dakakinu hada suqi kabiratun. Bu bozorning do'konlari kattadir. Arsatu hadal bayti dayiqatun. Bu uyning keng hovlisi, keng maydoni, arsasi, o'zbek tilida arsa bor o'zi aslida. Tordir. Arsatu bayti hadal g'aniyi wasi'atun. Bu boyning uydagi keng joy, o'sha arsasi, ya'ni narsa ekilmagan bo'sh joyi kattadir. Ayrasu aksaril buyuti murabba'atun. Aksar uylarning hovlisi, o'sha yer maydoni to'rtburchakdir. Arsatu hadal masjidi musallasatun. Bu masjidning arsasi uchburchakdir, ya'ni keng maydoni. Ayrasu buyuti mustatilatun. Uylarimning arsalari uzunchoqdir. Suffatu bayti aliyin murabba'atun. Aliyning uyini suffasi to'rtburchakdir. Suffatu bayti valiyin mudawwaratun. Valiyning uyining suffasi yumalaqdir. Sufafu tilkal buyuti mustatilatun. Ana uylarning suffalari uzunchoqdir. Hadiqatu bayti hadar rajuli saghiratun. Bu erkakning uyining bog'i, uyidagi bog' kichkinadir. Hadaiqul aghniyai kabiratun. Boylarning bog'lari kattadir. Imamu hadal masjidi rajulun alimun va solihun. Bu masjidning imomi olim va solih kishidir. Sifat ikkita bo'lyapti bu yerda, e'tibor bering. Biz qayerga nimani aytayotganimizga e'tibor qilishimiz kerak-da. Bu masjidning imomi mubtado. Rajulun xabar bo'lyapti, alimun uni sifati, solihun esa biz aynan alimunga aytyapmiz. Atf qilyapmiz ya'ni. A'immatu mahallatil biladi ulama'u va aghniya'u. Yurtlardagi mahallalarning imomlari olimlar va boylardir. Muazzinu zakal masjidi shaykhun kabirun. Ana bu masjidning muazzini yosh katta kishidir. Muazzinu masajidina simanun jiddan. Bizning masjidlarimizning muazzinlari juda semizdir. Muallimu maktabi mahallati hadhihi alqaryati shabun azabun. Yana izofa uzayyapti, e'tibor bering. Bu qishloqning mahallasidagi maktabning o'qituvchisi bo'ydoq yigitdir. Muallim mudof, maktab mudofun ilayh bo'lib, yana o'zi mudof, mahallati mudofun ilayh bo'lib, o'zi yana mudof, hadhihi alqaryati esa mudofun ilayh. Bu qishloqdagi mahallaning maktabidagi o'qituvchi, tushunarlimi? Bo'ydoq yigitdir. Muallimu maktabi tilkal qaryati rajulun mutaahhilun. Ana bu qishloqdagi maktabning o'qituvchisi oilali kishidir. Farroshu masjidina shaykhun faqirun. Bizning masjidimizning farroshi qari, kambag'al qari kishidir. Farroshu aksaril masajidi juhalau. Aksar masjidlarning farroshlari johil insonlardir. Mana bu alif yozilmaydi, bu xato. Farroshu bo'ladi. Mahallatuna laysat bi ba'idatin bal hiya qaribatun jiddan. Bizni
mahallamiz uzoq emas, balki u juda yaqindir. Qaryatukum imma qaribatun aw ba'idatun. Sizning qishlog'ingiz yo yaqin yo uzoqdir. Dukkani laysa bikabirin va amma dukkanuka fakabirun va wasi'un jiddan. Meni do'konim katta emas. Ammo seni do'koning katta va juda kengdir. Endi o'tgan safar esinglarda bo'lsa, mana bu ammani ishlatilishida tafsiloti bor dedim. Aynan oldin bitta umumiy ma'lumot berilib, ularni bitta aytayotgan vaqtingizda yoki solishtirayotganingizda ham ishlatilaveradi. Hozir masalan o'ziniki haqida gapirdi-yu. Farqi yo'q. Avval o'zingiznikini aytasizmi, keyin birovnikini yoki avval birovnikini, keyin o'zingiznikini aytasizmi, farqi yo'q. Solishtirayotgan vaqtingizda ham amma bilan ishlatsangiz bo'ladi. Lekin o'sha gap baribir. Dukkanu mubtadoligicha, kabirun esa xabarligicha turadi. Mubtadodan oldin ammoni, xabardan oldin esa fa'ni qo'shib qo'yamiz. Tamom, bu siz solishtirayotganingizni bildiradi. Tushunarli-a? Endi qarang, mana bu halni yo'q deb tasavvur qilsak, aliyun g'aniyun bo'ladi. Ali boydir. Oldiga hal qo'shib qo'ysam, Ali boy me bo'lib qoladi. O'sha me degan so'roq yuklamasini o'zbek tilida, arab tilidagi o'sha ma'nosini ifodalovchi narsa bu hal hisoblanadi. Naam, ha deysiz, keyin huwa g'aniyun jiddan, u juda ham boydir. Huwa mubtada, g'aniyun xabar bo'lyapti. Naam bu harfi javob deydi, buni tarkib qilinmaydi. Mubtada va xabar muzof shunaqa narsa emas bu. Hal zaydun mariyudun. Hal noplashingiz zaydun mariyudun bo'ladi. Zayd kasaldir bo'ladi. Zayd kasaldir. Endi o'zbekchasiga hal qo'ysam zayd kasalmi bo'lib qoladi. La bu ham harfi javob. Siz ha deyishingiz mumkin, yo'q deyishingiz mumkin. La laysa huwa bimaridin bal sahihun. U kasal emas, balki sog'lomdir. Hal huwa faqirun aw la. Mana u kambag'almi yoki yo'q? Aytdim-ku, hali lug'atini aytayotganda siz solishtirayotganingizda yoki yo'qmi deyotganingizda avlani ishlatasiz. Buni endi tarkibida ancha gap so'z ko'p. Buni hozircha shu shaklda atlab ketilaveradi. Demak, nima bo'ldi? Ha, na'am, huwa faqirun jiddan. Ha, u juda ham kambag'aldir. Hal anta mahzunun? Sen kasal xafamisan? La, lastu ana bi mahzunin. Men xafa emasman. Aslan, ya'ni aslo xafa emasman. Hal abuka alimun aw la? Seni otang olimmi yoki yo'q? Na'am, abi alimun jiddan. Ha, otam juda ham olimdir. Hal akhuka tabibun? Sening akang shifokormi? La, laysa akhi bi tabibin bal huwa tajirun ghani. Akam shifokor emas, balki u boy savdogardir. Tushunarli degan umiddaman. Bu yerda o'tilgan eski tarkiblarga aloqador hech narsa gap yo'q. Na'am javob harfi tasdiqlaydi. La esa inkor qiladi. Tamom. Undan keyingisi biz o'zimiz bilgan mubtada xabar, ya'ni ichida mavsuf sifati bor, muzof ilayhi bor, farqi yo'q. Mana bu jiddanlarni men avval tushuntirganman. Ta'kid deb ketaverasiz hozircha, chunki buni mana aslanlarda ta'kidlab ketaverasiz. Chunki buni tarkibini tushunish uchun ozgina fe'liy jumladan xabardor bo'lishimiz kerak. Unga hali bor, kitobimizda keltirilmagani uchun men uni ta'kid deb tashlab ketyapman. Inshaalloh keyingi darsda 18-darsdan davom ettiramiz. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Tezlashga harakat qilyapmiz. Vaqt bo'lganda, imkoniyat bo'layotganda video joylab boryapman. Manfaatli bo'layotgan bo'lsa, inshaalloh duo qilasizlar, yana davom ettirishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.